Fransuzcha kurasanni yumshoqqina dom boqqina, o'zbekcha variantini tayyorlaymiz. Iliqqina sut, suv, tuxum va o'simlik yog'i, xamirturush, shakar, tuzni qo'shib aralashtiramiz. Oz-ozdan elangan unni ham solib, yumshoqqina xamir qorishni boshlaymiz. Yumshoq xamirni qo'limizda yog'lab, dumaloq formaga keltirib, oshirishga issiq joyga olib qo'yamiz. Ochib chiqqandan so'ng 7-8 bo'lakka bo'lib, videoda ko'rsatilgandek har birini dumaloq shaklida yoyamiz. Har bir qavat orasiga xona haroratida erib turgan sariyog'ni surtib, ketma-ketlikda terishni boshlaymiz. Oxirgi qavatiga sariyog' surtmay, shunaqa yoyib, bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Har bir kurasan ichini xohishga ko'ra nachinka bilan to'ldirib, tugib olamiz. So'ngra listga terib, 10 daqiqa oshirib olamiz. 10 daqiqadan so'ng sut va tuxumli aralashmadan ustiga surtib, duxovkaning qaynoq bag'rida pishirib olamiz. Issiq paytida shakarli sirupga botirib olsangiz, juda ham mazali bo'ladi. Shu bulochkani internetda ko'rib, men ham tayyorlab ko'rmoqchi bo'ldim. Rostdan ham mazali ekan. 1 stakan iliq suvini idishimizga solamiz. Quruq frima sutdan 3-4 qoshiq solib, aralashtirib olamiz. Tuz, shakar, dro'ji, yog' va tuxumimizni solib, yana bitta aralashtiramiz. Unimizni elab solamiz va aralashtirib, o'rtacha yumshoqlikda qo'lga yopishmaydigan xamir tayyorlab, oshirishga yuboramiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni mayda zivolachalar tayyorlab olamiz. Ichiga bir bo'lakdan shunaqa sirlarimizni solamiz. Ko'pincha uyimizda sir qolib ketadi. Shunaqa pishirsak mazali bo'lar ekan. Tuxum sarig'ini suramiz va sariyog'ni ozgina eritib, chesnok va ukropimizni aralashtirib ustidan surib, men parmezan sir sepib oldim. Yana ham mazali bo'ldi. Shunaqa tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha. Wow, buni pishnayligini uy sharoitida fransuzcha kruassan tayyorlaymiz. Ayniqsa kapuchinolarga botirib yesanglar bor mazasi. Bismillah deb idishimizga iliq suv, sut, tuz, dro'ji, shakar solib yaxshilab venchik yordamida aralashtirib olamiz. Ketidan unimizni solib xamir qoramiz. Xamir qorishiga ozgina qolganda sariyog' solib yaxshilab xamirimizga yedirib olamiz. Aynan slayonni xamirlar uchun mo'ljallangan apetiti margarinini pergament qog'oz ustiga qo'yib 20 ga 22 santimetrda yoyib olamiz. Xamirimizni unlab yoyib, tayyorlab olgan margarinimizni o'rtasiga qo'yib va ikkita chetini konvert qilib buklab ustidan yana yoyib olamiz. Bu prosesni 2 marta takrorlab xolodilnikka olib qo'yamiz. Unlab yoyib, yana konvert qilib, xolodilnik 20 daqiqaga olib qo'yamiz. 20 daqiqadan keyin xamirimizni olib yoyib, lineyka yordamida chetlarini tekis qilib kesib olamiz. Xamirimizni taxminan 10 sm atrofida kesib chiqamiz. Va chetini shunaqa kesib olib, videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Tugib bo'lgach, yana oshirishga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan kruassanlarimizni ustidan tuxum sarig'iga sut qo'shib surib olamiz. Tuxumlari qotgandan keyin ustidan yana surib olamiz. Pishib chiqqan kruassanlarimizni ustidan xohishga qarab shokolad quyib olamiz. Menda baribir o'xshamaydi deyotgan bo'lsangiz, men ham birinchi marta tayyorlab ko'rishni o'xshab chiqdi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha. Hali bunaqa mazali va betada o'xshab chiqadigan bulochkalarni aniq tayyorlab ko'rmagansizlar. Farzandlarimning sevimli bulochkasiga aylangan shokoladli bulochkani tayyorlaymiz. Ilib olgan sutimizga shakar, dro'ji, tuxum, tuz solib, venchik yordamida aralashtirib olamiz. Unga unimizni yarim porsiyasini solamiz. Xamir qorib, xona haroratida turgan sariyog'imizni aralashtiramiz va bir xil massa bo'lgandan keyin qolgan unimizni ham solib, xamirimizni qoramiz. Xamirimiz qo'lga yopishadigan bo'ladi. Suvni oshirgan issiq joyga qo'yib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni ozgina un bilan yaxshilab mushlab olamiz va dumaloq zuvolacha qilib uni yoyib olamiz. Xamirimizni yupqaro qilib, katta qilib yoyib olamiz va uni xohlagan nachinkalarni qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar makli, xohlasanglar yong'oqli, shokoladli nachinka qilib hamma joylariga shunaqa tekkizib suramiz va rulet qilib o'rab olamiz. O'rtasidan pichoq yordamida kesib, o'rama shakl beramiz. Duxovkamizni 180 gradusga qizdirib qo'yamiz va qizib turgan duxovkamizga 30 minutga qo'yib yuboramiz. Bulochkamiz pishib chiqqandan so'ng issiqligida uni ustiga asalli qiyomni surib olamiz. Albatta siz ham oila a'zolaringizga tayyorlab bering. Shu retsept bilan tayyorlab ko'rsangiz, bulochkalaringiz ichidagi eng mazalisi hamda mayini bo'ladi. Iliqdan issiqroq sutimizga dro'ji, shakar, 4 osh qoshiq unimizni solib, 15 daqiqa apara holatiga keltirib olamiz. So'ng ustidan qolgan mahsulotlarimizni solamiz, aralashtirib un solib, lopatka yordamida bir joyga to'plab olamiz va 2 osh qoshiq yog' solib, yaxshilab xamir qoramiz va qo'lga yopishadigan yumshoqqina zuvolacha tayyorlab, issiqroq joyda oshirib olamiz. Tayyor oshgan xamirlarimizni 10-12 bo'laklarga bo'lamiz, yoyamiz hamda o'rtasiga xohlagan nachinkamizni solib, shu ko'rinishda tugib olamiz va yana 15 daqiqaga ustini yopib, xona haroratida qoldiramiz. Ustidan tuxum sarig'imizni suramiz va qizib turgan duxovkada 25-30 minut davomida pishirib olamiz. Juda ham mazali va mayin bo'ladi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha hammaga.